Bu qora Gentra mashinamizni Xudo xolisa 4 ta eshigini yaxshi shumizatsiya qilib beramiz va orqa krilosini, oldi krilosini, keyin oldidagi kolesni arkani tepasidagi podkrilisini shumizatsiya qilib beramiz. Ish jarayonini qo'yib boramiz, Xudo xolisa ulab-ulab. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga olib kelsanglar. Mana orqa krilolariga o'zi yopishtirish jarayoni boshlangan. Bizga olib kelsanglar, eshiklarni chiroyli qilib, cho'tka qilib bitiramiz. Buni 4 ta eshigini zavodskoy kolonkasini olib tashlab turib, yaxshi Gertz Uno kolonkalardan ham qo'yib beramiz. Videoni ulab boraveramiz. Biz har bitta eshikni bitta sloydan qilib yopib bormaymiz. Skidkadagi shumizatsiyalamamiz bizada. Yaxshi vibratsiya yopishtiramiz, ustidan termoizolyatsiya yopishtiramiz. Uning ustidan keyin vakuum sistemasi bor. Salafanning o'rniga seli vakuum qilib yopamiz. Keyin obshivka qismi cho'nchalariga karpet yopishtiramiz. Obshivkani plasmasini ovozini olish uchun vibratsiyalarni yopishtirib, uning ustidan keyin karpetlarni kili sepilgan holatida yopishtiramiz. Xudo xolisa, ularni ham hammasini videosini ulaymiz. Har bitta zamoklarni yechib, yuvib, moylab, litollab yig'amiz. Ana o'shanda Xudo xolisa effekti zo'r bo'ladi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisa birma-bir hammasini tushuntirib, qanaqa qilsa nima bo'ladi, hammasini video davomida qo'yib boramiz, ulab boramiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga olib kelaverasizlar. Har bitta zamokini mana shunaqa polni yechib olamiz. Artib, tozalab, chiska qilib, polni litollab, keyin yig'amiz, Xudo xolisa. Shunga qilmasimiz davomida salafanlarni olib tashlab, yaxshilab chiska qilib, tozalab, zamoklarni litollab, yig'ib, keyin rezultatini ko'rsataman. Hozir litollab bo'lgandan keyin videosini ulaymiz. Kuzatib boringlar. Bu Gentramizni ham birinchi sloylari Xudo xolisa bitib bo'ldi. Asliga aytdim-ku, zamokka mana shunaqa litollashinglar kerak deb. Mana shunaqa litollab, yaxshilab smaskalab, keyin yig'ilsa, rezultat вообще bomba bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaveringlar. Birinchi sloy yopishtirildi, vibratsiya. Ikkinchi sloy termoizolyatsiya yopishtirildi. Endi hozir 3-chi sloyni yopishtiramiz, Xudo xolisa. Zamoklarimizga ham yig'ib qo'yamiz. 3-chi qismlariga salafanning o'rniga mana shu narsani qilamiz. Buni qilishimizdan maqsad birinchi sloyga yopishtirdik vibratsiya, ikkinchi sloyga termoizolyatsiya, issiq sovunni ushlash uchun yopishtirildi. 3-chi sloyda ham bor. Bu yerda oyna ko'taradigan mexanizmlari bor. Simlarni klipsi turadigan joylari bor, motorchik turadigan joylari bor. O'shaning uchun temir ploshnisda yupqa bo'lganning hisobiga bu ham zvuk beradi. Vibratsiya qilib olgandan keyin Xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Mana kolonkalarigacha ham qo'yganmiz. Bo'ldi, endi obshivkaga vibratsiya cho'nchalariga qildik, karpetlarni yopishtiramiz. Ularni ham ulab boramiz. Mashinamiz tayyor.